Assalomu alaykum hazrati insonlar. Biz bugun Turk dunyosini eng birinchi beshiklaridan bo'lgan qadim Xorazmdamiz. Atrofni ko'rsataman. Qadim Xorazm qalalarini eng yoshi va eng yaxshi saqlanib qolgani bu Ichan qala Xivada joylashgan. Ko'rib turibsizlar, Galta minor, Oqshayx eshon borligicha ko'rsatishga harakat qilaman. Qadim Xorazmda 50-60 ga yaqin qadimiy qal'alar mavjud qadim Xorazm davlatida va bu yer Turkiya dunyoni beshiklaridan Oltoydan keyingi Oltoy o'lkasidan keyingi qadimiy beshiklardan biri. Navbatdagi nurli manzillarimiz lokatsiya. Oilaviy do'stlar bilan kelib ziyorat qilib, yurtimizning eng qadim go'shalaridan biri Xiva, Xorazm, Ichan qalani ziyorat qilishlaring mumkin. Sog' bo'lasizlar.